Bugun sizlar bilan akusherskiy pissari kaltso haqida gaplashamiz. Pissari silikon yoki plastikdan tayyorlangan halqa bo'lib, bachadon bo'ynini qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi. Qachon qo'yiladi? Pissari bachadon bo'yni 2,5 cm dan kaltalashganda yoki bachadon bo'ynini vaqtidan ilgari ochilishi kuzatilganda, ismika-semikal yetishmovchilikda, ko'p homilalikda, anamnezda vaqtidan ilgari tug'ruqlab bo'lganda qo'yiladi. Pissari aniq uzviy ko'rsatkichlariga asosan tavsiya qilinadigan tibbiy usul hisoblanadi. Pissari qo'yilgandan keyin ayolning holatiga qarab individual ravishda 2-3 haftadan har haftagacha bo'lgan muddatda uzviyda dinamik kuzatuv tavsiya qilinadi. Bolajoninglarni uzviyda borganinglarda albatta bachadon bo'yniga ham alohida e'tibor berishinglarni tavsiya qilaman. Vaqtida qilingan qaror bolajonni saqlab qoladi. Pissari bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Salomat bo'linglar.